Ha ha ha, judayam kuldirasan-da, Tayper. Juda ham kuldirib, nima desam bo'ladi, xursand qilasan odamni. Ha ha, o'zi hamma odamlar menga shunaqa deydi. Juda ham ochiq ko'ngilli insonsan deydi. Bo'pti, men ketdim, judayam kulgili gapirding. Yo'q, men uyimda assalomu alaykum, siz kimsiz? Iltimos, men sening uyingda yashab tursam bo'ladimi? Yo'q, aslo yo'q. Nima qilyapsiz siz? O'zingiz uyimni oldiga kelib, uyimni ichiga kirib olaman deyapsiz. Sizni haqqingiz yo'q bu narsaga. Bo'pti, sen bilan keyin gaplashaman. To'g'risini aytsam do'stlar, g'alati jiytalagan to'g'risi. Judayam yuzini ko'rsanglar o'g'ri, xuddi sovuq yuzli kishiga o'xsharkan. Xo'p do'stlar, endi nima qilsak bo'ladi? Eshikni yopgan holatda mana bu biz qilgan poliz xullas sabzilarni sandiqqa solib qo'ydik. Hop, endi nima qilsak bo'ladi? Bu yerda o'tirgan holatda eshikda boyagi kishi umuman juda ham g'alati ekan. Menga juda ham yoqmadi do'stlar. Hop, xullas g'alati inson ekan. Yuzlari ham qo'rqinchli, qandaydir sovuq, xullas yo-mayo. Hatto ko'chaga qaragim ham kelmayapti. Biroz uxlab olaylik. Tayper, Tayper. Bu yoqqa chiq, Tayper. Ay, yaxshimisan Tayper? U yerda nimalar bo'layotganini bilasanmi o'zi? Yo'q, bilmayman, nima bo'lyapti? U yerda bir bolani o'ldirib ketishibdi. Qara, juda ham qo'rqinchli-ya. Umuman tushunmayapman nima bo'layotganiga. Shuning uchun men uyimda jimgina o'tirganim yaxshi. Juda ham qo'rqib ketyapman. Bormaysanmi? U yerga borib qarab ko'r, ishonmasang qara. Bu qishloqqa nima deyapti? To'g'risini aytsam, hamma xavotirda. Hamma shokda to'g'risi. Stop. Yo-mayo, bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi, bilmaysizlarmi? Yo'q, o'zi bu yerga biz kelganimizda shunday bo'lib yotgan ekan bu. Rostdan. Ha. Ha, tushundim endi. Bu bola kimligini tanisizlarmi? Yo'q, lekin bu yerlik emas. Aha, tushunarli do'stlar. Bu yerda bolani nima desam bo'ladi, yo'q qilishibdi xullas. Menimcha boyagi kishi sal sovuqroq edi. Xullas yuzi ham g'alati edi. Va bu yerda nima bo'lishi mumkin? Alohida joy. Yo'q, hech narsa yo'q-ku. To'xtanglar, bu yerni qo'yib qo'yaylik. Agar mer bizni ko'rib qolsa, bizni yo'q qiladi. Xo'p, do'stlar, xullas shunaqada bu yerda nima bo'layotganini bilmaymiz biz. Nima bo'lyapti? Xullas, derazaga qarab ko'rsammikin, derazada yo-mayo. Xo'p do'stlar, hatto kechki payt ham tushib bo'ldi. Bu safar kun tezu nima qolmi? Yo-mayo, Jitel bu yerda nima bo'layotganini bilasanmi? Yo'q, bilmayman nima bo'lyapti o'zi. Qara, bu yerda qanaqadir qonlar turibdi. Sen ko'rinyaptimi o'zi? Yo'q, hech narsa yo'q-ku. Yo-mayo, nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Nima? Yo-mayo! Yo, sen kimsan? Men o'sha qotilman. Seni yo'q qilish uchun bu yerga qaytib keldim. Endi men seni o'ldiraman. Bu yerga kelib bekor qilding. Yo'q! Yo-mayo, tushim ekan. Lekin bu yerda hech narsa yo'q. Yo-mayo, nimalar bo'lyapti o'zi bu narsa o'ngimda? Bo'ldimi yoki tushimdami? Mana bu joyda g'alati narsa turgan edi. Stop. Bu yerdagi xullas oy, bu yoqda esa quyosh. Nima sababdan bu yer juda ham g'alati bo'lib chalkashib ketdi. Men umuman hech narsaga tushunmayapman. Hozirgi narsa tushimda bo'ldimi yoki o'ngimdami? Bu Jitel lekin hali ham turibdi. Ammo bu yerdagi poliz ekinlarini, xullas shunaqa sabzavotlarini haligacha nima desam bo'ladi, olib bo'lmadim. Bularni hali menga topshirish kerak. Yo-mayo, bularni qachon qilib bo'lamiz? Stop. Bu Jitel nimaga qochib ketdi? Xullas do'stlar, bu yerda quyosh chiqyapti menimcha. Xo'p, mana bu poliz ekinlarni olib, bir nechtasini ekib qo'yishimiz kerak. Do'stlar, ekib qo'ymasak bo'lmaydi. Bo'lmasam o'smaydi-yu. Xo'p do'stlar, bularni qolganlarini esa merga topshirishimiz kerak do'stlar. Yo-mayo, nima bo'lyapti o'zi? Umuman tushunarsiz. Xo'p, men esa narsalarimni qo'yib chiqib bo'ldim. Bu esa juda ham yaxshi. Do'stlar, umuman hech narsaga tushunmayapman. Stop, nimaga haligacha yorug' yoki kechki payt tushgani yo'q.
Xo'p do'stlar, sizlar videoga like bosing va albatta obuna bo'ling. Hammalarga xayr. Sog' salomat bo'ling.